2026-yil uchun belgilangan soliq siyosatining asosiy yo'nalishlari nimasi bilan ahamiyatli? 2026-yilgi soliq siyosati avvalo iqtisodiyotda shaffoflikni kuchaytirish, yashirin aylanmalarni qisqartirish va soliq adolatini ta'minlashga qaratilgani bilan ajralib turadi. Soliq yukining qayta taqsimlanishi, imtiyozlarning maqsadliligi va soliq ma'murchiligidagi raqamli nazorat mexanizmlarining kuchaytirilishi bu siyosatning muhim jihatlaridir. Elektron tijorat subyektlari uchun soliq stavkalarining oshirilishi qanday izohlanadi? So'nggi yillarda elektron tijorat bozori keskin kengaydi. Shu bois ushbu sohada yagona raqobat muhitini ta'minlash maqsadida foyda solig'i stavkasi 10% dan 15% ga, aylanmadan olinadigan soliq esa 3% dan 4% ga oshirildi. Bu choralar an'anaviy biznes bilan teng sharoit yaratishga xizmat qiladi. Mol-mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlar berish tartibidagi yangiliklar haqida nimalar deya olasiz? Endilikda imtiyozlar avtomatik tarzda emas, balki aniq mezonlar asosida beriladi. Xususan, korxona aylanmasi berilgan imtiyoz summasidan yuqori bo'lishi, kamida 3 nafar xodim ishlashi va ularga eng kam ish haqining kamida 2 barobar miqdorida ish haqi to'lanishi talab etiladi. Bu tartib 2026-yil yakunlari bo'yicha baholanib, 2027-yildan kuchga kiradi. Noturar obyektlar va yer solig'i bo'yicha stavkalarning indeksatsiyasi nimani anglatadi? Noturar obyektlar uchun mol-mulk solig'ining minimal qiymatlari 7% ga indeksatsiya qilindi. Masalan, Toshkent shahrida oladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr uchun eng kam qiymat 3.530.000 so'm etib belgilandi. Shuningdek, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun yer solig'i stavkalari ham 7% ga oshirildi. Buning muhim jihati shundaki, mahalliy kengashlarga stavkalarni hududiy sharoitdan kelib chiqib tartibga solish vakolati berildi.